Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun men sizlarga 8-mavzuyimiz How has mavzusini o'tib bermoqchiman. How has'ni men biraloq kitobdan o'tib bermoqchiman, chunki kitobdan o'tib bersam men juda ham chiroyli, tushunarli qoidalarni yozganman. Masalan, how has. How has shunchaki bor ma'nosini anglatadi. Qanday qilib bor ma'nosini? Sizda, menda, ularda qiz bolaga, o'g'il bolaga nisbatan ularda bor ma'nosini anglatadi. Masalan, menda bitta kitob bor yoki bo'lmasam mana bu joyda chiroyli ko'rsatilgan I have a car. Menda mashina bor. Menda mashina bor. She has a little honey. U qizda biroz asal bor. Endi ko'rib turinglar, biroz o'zgarishlar bor bu joyda. I bu joyda gapda egasi, have shunchaki ega bo'lmoq yoki bor bo'lmoq fe'li bu joyda. A car bu joyda narsa. Nima narsaga ega bo'lishingiz yoki o'sha narsa sizda borligi bu object deb aytiladi ingliz tilida. Ikkinchi gapimizda she bu joyda ega, qiz bola sifatida kelyapti. Egasi has bu ega bo'lmoq, bor bo'lmoq. A little honey narsa va object. Narsa bu object ma'nosida keladi gapda. Endi qarab turinglar, bu joyda juda ham kerakli qoidamiz bor. I, you, we, they kelganda gapimizni boshida I, you, we, they kelganda xuddi bunaqa sifatida biz bunga have qo'shamiz. Have. Va bundan keyin object. Have dan so'ng object. Masalan, bu guruhdan bitta olmoqchi olyapman. You have a toy. A toy. Bu o'yinchoq degani. Sizda bitta o'yinchoq bor. Okay? Sizda bir dona o'yinchoq bor. Okay? Sizda bir dona o'yinchoq bor. Xuddi shuning o'rniga biz we ni qo'yishimiz mumkin edi, they qo'yishimiz mumkin edi. Okay? Men sizlarga o'rganib olishinglar kerak bo'lgan narsa mana have ishlatamiz. Shu olmoshlar gapni ega sifatida kelgan paytda have ishlatamiz. Undan keyin xohlagan narsangizni qo'ysangiz bo'ladi. Okay? Endi he, she, itga keladigan bo'lsak, bu he, she, itda sal boshqacharoq bo'ladi. Bunda has qo'yamiz. Mana bu has he, she, itda o'zgaradi. Have, has ga o'zgaradi. He, she, it olmoshda. Masalan, he, she, itdan she ishlatsa, she has long hair. Long hair bu joyda uzun soch deb ma'noni bildiradi. Uzun soch degan ma'noni bildiradi. Endi bu joyda u qizda uzun soch bor. Buni boshqacha tarjima qilsak ham bo'ladi. Uning sochi uzun deb tarjima qilsak ham bo'ladi. Chunki ikkitasi ham bir xil ma'noda kelyapti. Okay? Bizda asosiy bilishimiz kerak bo'lgan narsa mana gapdagi bor, o'zbek tilidagi bor so'zi ingliz tilida has yoki bo'lmasam have ma'nosida keladi. Shunchaki biz ajratib olishimiz kerak bo'lgan narsa I, you, we, they gapdagi bo'lib kelsa have ishlatamiz. Agar gapda he, she, it bo'lib kelsa has ishlatamiz darak shaklida. Darak shakli deganda shunchaki oddiy gapni tasavvur qilasizlar. Okay? Endi inkor shakli. Inkor shakli bu so'roq va inkor shakllarida inkor shakli bu menda yo'q, sizda yo'q. Endi bizda yo'q ma'nosida ishlatamiz. Bunda birinchi qoida has, have bo'lib ketadi. He, she, itdan mana bu joyda o'rgandik-ku. He, she, itda o'rgangan hasimiz have bo'lib ketadi so'roq shaklida. So'roq emas, inkor va so'roq shakllarida. Darak shakldan boshqa hamma shaklda has, have sifatida ishlatamiz. Masalan, darak shaklida I, you, we, they degandan keyin don't degan qo'shimcha keladi. Don't.
don't degani yo'q degan ma'noda. Have menda yo'q, senda yo'q, ularda yo'q. You don't have flowers. Sizda gullar yo'q. Okay? Biz buni o'rniga, you'ni o'rniga boshqa almasham qo'ysak bo'ladi. We don't have flowers. Shunda mana o'zbek tilida bizda gullar yo'q bo'ladi. Okay? Boshqasini qo'yib ishlatsak ham bo'ladi. Shunchaki bu joyda mana don't have va unutmasani bo'ldi. Mana hech itlarda yana bu o'zgaradi-da. Bu tepada don't have bo'lgan bo'lsa, bunda doesn't have bo'ladi. Doesn't have. Shuni unutmang. Doesn't have. She doesn't have teeth. U qizda tishlar yo'q. Boshqacha gapirsam bo'ladi. He doesn't have enough knowledge. Bizda enough so'zi yetarli degan ma'noni bildiradi. Knowledge bilim. Endi gap tarjimasi nima bo'ldi? Shu joyda videoni stop qilib, o'zingiz bir harakat qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. He doesn't have enough knowledge bo'lsa, u bolada yetarli bilim yo'q. Yaxshilab tushunib turinglar. Bu joydagi mana doesn't have ma'nosi shunda yo'q ma'nosida keladi. Shunchaki yo'q. Agar biz doesn't ni olib tashlagan paytimiz olib tashab turib, mana have va has qilib qo'yganimizda u bolada yetarli bilim bor bo'lardi. Okay? Biz shunchaki hozir negativ shaklini, yo'q ma'nosini o'rganyapmiz. Okay? Endi so'roq shakli. So'roq shaklida sal boshqacharoq bo'ladi. So'roq shaklida yana I, you, we, theylarning guruhi alohida bo'ladi. He, she, itlarning guruhi yana alohida bo'ladi. Buni unutmang. Do'larning guruhida do degan qo'shimcha keladi. Gapni birinchisi keladi. Birinchi so'zi shu do bilan boshlanadi. Masalan, do you have much money? Much money o'tgan darslarimizda much money ko'pgina pul degani. Do you have much money deb turib kimdirdan so'ratgan bo'lsa, sizda ko'p pul bormi deb so'rayotgan bo'lamiz. Okay? Shunda bizda asosiy o'rganadigan narsamiz do birinchida keladi. Do da keyin xohlagan shu 4 ta olmashingizdan birini qo'yasiz. Keyin nima bo'ladi? Have qo'yib turib, o'sha siz so'rayotgan narsangizni o'zini ayta olasiz. Okay? Endi he, she, itlarning guruhida does qo'yiladi. Does. Bu joyda yana has, have bo'lib ketgan bo'ladi. Men sizga aytdim-a, mana bu darak shaklidan, oddiy gaplardan tashqari, mana inkor shaklidagi gaplarda, so'roq shaklidagi gaplarimizda har doim has, have bo'lib o'zgaradi. Okay? Does he have a lot of friends? A lot of friends nima degani? Ko'pgina do'stlar degani. Okay? U bolada ko'p do'stlar bormi deb so'roq shakli bo'lyapti. Yana bitta gap tuzib beray sizlarga. Does she have many toy cars? Yoki bo'lmasam dolls deb desak ham bo'ladi. Dolls degani bu qo'g'irchoqlar. U qizda ko'p qo'g'irchoqlar bormi? Okay? U qizda ko'p qo'g'irchoqlar bormi? Endi so'roq va inkor shakli. So'roq inkor shakli deganda bizda shu narsa yo'qmi deb turib so'raymiz-ku o'zbek tilida. Aslida bormi deb so'ratgan bo'lamiz. Lekin yo'qmi deb turib ozgina kinoya qilib so'raymiz. To'g'rimi? Don't I have, don't you have, don't we have. Okay? Bu joyda o'sha misol gapimiz bor. Don't we have meat? Bizda go'sht yo'qmi deb so'rayapmiz. Okay? Endi boshqa gap tuzsak ham bo'laveradi. Masalan, don't we have
o'shani don't qilib turib qattiq haligi t'ni oxirisidagi t'ni talaffuz qilmasanglar ham bo'ladi. Masalan, don't we have deyishingiz shart emas. Don't we have, don't you have, don't they have. Ozgina o'zgaradi, okay? Talaffuzlaringiz. Don't we have a car? Bizda mashina yo'qmi? Bizda mashina yo'qmi? Sizlarga fishkani o'rgatib qo'yaman. Mana bu yo'qmi degan so'z, gap oxirida kelayotgan so'z ingliz tilidagi gapni birinchida kelayotgan don't tarjimasi bo'lib keladi. Shu fishkani o'rganib olsanglar juda ham oson bo'ladi, okay? Doesn't. Yana xeshiyitlarning guruhi. Xuddi shu don't nergi xeshiyitlarning guruhida doesn't bo'lib keladi. Doesn't. Masalan, yana bitta boshqa gap tuzib beray sizlarga. Doesn't she have a long hair? Tepada eslatganimizdek, u qizda uzun sochlar yo'qmi? Ham so'roq bo'libdi, ham inkor gap bo'libdi. Yo'qmi? Okay? Shu doesn't o'zbek tilida yo'qmi ga tarjima bo'ladi. Ingliz tilida doesn't birinchida kelish kerak. Xuddi shunaqa savolli gapda gap tuzib bermoqchi bo'lsangiz. Okay? Bizda kitobimizda olganlar shu gaplarni o'qib, yanada tushunchalarni rivojlantirib olishlari mumkin bo'ladi. Agar bizni meni onlayn tomosha qilayotgan bo'lsangiz, meni Telegramimga, YouTube'dagi Telegram linkimga bossangiz, Telegramdan o'zimni lichniy akkauntimni topib yozsangiz, men shu kitobni sizga tekinga tashlab berishim mumkin. Bu kitobni men o'zim yaratganman. Juda ham tushunarli kitob bo'lgan. Ko'p o'quvchilarimiz shu kitob orqali grammatikani juda ham tez o'rganishyapti. Rahmat, sog' bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos like, podpiskalarni bosib qo'yasizlar. Inshaalloh sizlarga yanada tushunarli, foydali bo'ladigan, manfaatli bo'ladigan kontentlarni tayyorlaymiz.